Lekin hurmatli kuzatuvchilar 2026-yil 19-iyul xudo xolasa qabrimizga kelayotgan jumla donlari kadi bo'lib ketgan mana. Bir qator mana Shoh o'zlari kontrolda. mehnat juda qattiq bo'lyapti. Shoh trendda mana. Shoh o'zi ustida turib, ko'kka qildiryapti xolasa mana. Mersi uzumlar qabulga kelayotgan mana. Bugun ham aviomda olinyapti xudo xolasa. Husayn uzumlar holatlari go'zal. Qabullar davom etyapti mana. Xudo xolasa. Kishmish uzumlar qabulga kelayotgan. Rizamat uzumlar mana Abdulaziz Xor akam qo'llarni cho'ntagiga sovg'a qabul qilyaptilar. Chunki uzum zo'rda, shuning uchun. Kimda yetilgan qanaqangi navli uzum bo'lsa olib kelaverasizlar. Qabullarimiz bor. Mana Emin tog'am 60 gradus issiqda tayyorlab kelyapti sariq uzumlarni xudo xolasa. Holatlari go'zal. Salomat bo'linglar.